Assalomu alaykum hurmatli Facebook, Telegram hamda Instagram kanallaridagi postlarning kuzatuvchilari. Bugun sizlarga kichik bir tarixiy ekskurs qilmoqchiman. Navbatdagi lavhamiz Germaniyadan. Pasternak, Lomonosov, aka-uka Grimm. Bu mashhur ismlarni siz tabiiyki eshitgansiz. Lekin ularning o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Ularni nima bog'laydi? Mixail Lomonosov, Boris Pasternak va aka-uka Grimmlar. Ularni bog'lovchi ko'prik siz lavhada ko'rib turganingiz Marburg shahri. Aynan shu shaharda, Marburg shahridagi qadimgi universitetlardan bo'lgan universitetda Mixail Lomonosov ham, Boris Pasternak ham, aka-uka Grimmlar ham tahsil olishgan. Mixail Lomonosov bilasizlar, Rossiyada ilmiy muhitda ilk universitetning asoschisi. Umuman ilm-fan taraqqiyoti Lomonosovdan boshlanadi. Unga qadar ilm-fan bilan shug'ullanish bo'lmagan. Boris Pasternak ham shoir, ham yozuvchi, Doktor Zhivago asari bilan Nobel mukofotini sovrindori bo'lgan shaxs va aka-uka Grimmlar o'sha mashhur ertaklar to'plami. Aka-uka Grimmlar asli Marburglik emas. Ular o'sha Marburg universitetida germanistika fakultetida ta'lim olishgan va aynan Marburg shahri atrofidagi qishloqlardan turli xil miflar, rivoyatlar, ertaklarni to'plab, jamlab, biroz ishlov bergan shaklda kitob sifatida nashr qilishgan. Bu shaharda tarixiy joylar juda ko'p. Lomonosov yashagan, kvartirant bo'lib turgan uyda ham borib ko'rish mumkin. Qadimgi universitet binosini ko'rish mumkin. Aytgancha Martin Luther ham aynan Marburg universitetida ma'lum bir muddat ishlagan, ilmiy faoliyatini olib borgan. Agar shunday formatdagi videolar sizga qiziq bo'lsa, xabar bering, albatta postlarimiz davom etadi. Rahmat e'tiborlaringizga.